bo'yicha hakamlar. The line judges, Anastasia. Exercises with groups and balls. A guruhi gimnastikachilari musobaqalarga Assalomu alaykum qadrli sport muxlislari. O'zbekiston televideniyasining kamera va mikrofonlari poytaxtimizdagi gimnastika saroyiga o'rnatilgan va biz sizlar bilan bugun to'g'ridan to'g'ri jonli efirda Jahon Kubogi musobaqalarini guvohi bo'lamiz. Mana hozirgina gilamga birinchi ishtirokchi bu Margarita Kolosov, germaniyalik sportchi, 2004-yilda tug'ilgan va u saralash yakka tartibdagi saralash bahslarida o'z chiqishini boshladi halqalar bilan. Keling tomosha qilamiz. Margarita Kolosov, germaniyalik sportchi, 19 yoshli sportchi, hozirgina o'zini halqalar bilan mashqini yakuniga yetkazdi. Bilasizmi, mana shu mashqlarning asosiy komponentlari, ya'ni balni yuqori bo'lishi. Demak, bu ana shu birinchidan o'sha halqani qo'ldan chiqarib olmaslik, ikkinchidan mana shu gilamdan tashqariga chiqib ketmaslik, uchinchidan mana shu halqani qanchalik yuqoriga irg'itganda, otganda halqa uni sportchini o'ziga qaytib kelgunga qadar u bir necha elementlarni bajarib ulgurishi kerak. Ya'ni qancha ko'p yoki qancha murakkab elementlarni ijro etsa, uning bali yuqori bo'lishi ana shu elementlarning murakkablik koeffitsiyentiga bog'liq. Shuning uchun bu yerda nafaqat ana shu murakkab elementlarni ijro etish, balki ijrochilik mahorati ham muhim rol o'ynaydi. Uni benuqson, bexato ijro etish kerak. Hindistonlik sportchiga navbat keldi. Margaritani bali ozdan so'ng bizga havola etiladi. Men aytaman, 17 yoshlik hindistonlik Sanukta Kale u to'p bilan mashqni bajaradi. Undan so'ng chiqadigan Darya Varfalomeyeva yana halqa bilan, undan so'ng Adlaha Alayev yana hindistonlik, u ham to'p bilan mashqni bajaradi. Ya'ni bir gal to'p bilan, bir gal halqa bilan sportchilar. Lekin barcha sportchilar mana shu 4 ta predmetni barchasida o'z omadlarini sinashadi, mahoratlarini namoyish etishadi va ana shu 4 ta predmetdagi to'plagan ballarini evaziga ko'p kurashdagi ularni o'rni ma'lum bo'ladi. sizlarga tanish bo'lgan mashhur hind kinofilmlaridagi qo'shiq Raj Kapur o'ynagan film
menimcha janob 420 filmidagi qo'shiq lekin bilasizmi men yanglishishim mumkin hozir gimnastikachining harakatlariga qaraganda Daydi filmidagi elementlarni o'sha Raj Kapur bajargan elementlarni qandaydir ma'noda ko'rsatishga harakat qildi. Daydi filmidan bo'lishi ham mumkin. Yomon emas, faqat dinamika biroz yuqoriroq, temp biroz yuqoriroq bo'lishi ham mumkin edi. Endi yosh sportchi Hindistonda badiiy gimnastika endi rivojlanib kelyapti va ular hali o'sha Rossiya yoki bo'lmasa Ispaniya yoki bo'lmasa Ukraina, Belorussiya darajasiga yetishlari uchun hali ancha ko'p ishlashlari kerak. Margarita Kolosovni hali natijalari berilgani yo'q, kutmoqdamiz, berishlari bilan men aytaman. Navbatdagi sportchi bu Darya Varfolomeyeva. Darya Varfolomeyeva ham germaniyalik sportchi. U Kolosov bilan bitta klubda, bitta shaharda mashg'ulotlarda ishtirok etishadi. Rio Olimpiadasiga ishtirok etish uchun musobaqalarda ishtirok etgan. Darya Varfolomeyeva. U ham halqa bilan mashqlarni bajaryapti. Darya Varfolomey 16 yoshda, 4 noyabrda 17 yoshga to'ladi. O'zi asli rossiyalik, Barnaulda tug'ilgan va Germaniya terma jamoasi tarkibida 2019-yildan shu paytgacha ishtirok etib kelmoqda. Jahon chempionatida bitta birinchi, jahon chempionatlarida oltin, 3 ta kumush va bitta bronza medaliga sazovor bo'lgan. Yevropa chempionatida esa 2 marta bronza medalga. Umuman olganda shu kungacha bu gimnastikachi o'z hisobiga 5 ta oltin, 7 ta kumush va 5 ta bronza medallarini yig'ib qo'ygan. Ya'ni ana shu Sofiyada 2022-yilda o'tkazilgan jahon chempionatida u oltin medalga sazovor bo'lgan. Darya Varfolomey 2006-yilda tug'ilgan. Navbat yana bir hindistonlik sportchiga, demak hindistonlik sportchi Laf Adlaha. U ham 2006-yilda tug'ilgan. Endi bu ishtirokchilar orasida yosh sportchilar 2007-yilda tug'ilgan sportchilar bor. Bu estoniyalik Ester Krestman bu A guruhda va Emmi Pirionen Finlandiya mana shu hindistonlik sportchidan so'ng gilamga chiqadi va ana shu yakka tartibda ishtirok etayotgan sportchilar orasida yana 2007-yilda tug'ilgan Kristina Dragan bor, ruminiyalik sportchi. Endi ruminiyalik sportchilar biz sport gimnastikasi bo'yicha juda mashhur ekanligini yaxshi bilamiz. Xususan Nadya Comaneci Olimpiada o'yinlari g'olibasi juda ham mashhur.
70 yillarda juda mashhur bo'lgan qo'shiq. Uncha murakkab bo'lmagan elementlar va negadir bilasizmi, tabloda biz hamon natijalarni, hakamlar tomonidan qo'yilgan natijani ko'rayotganimiz yo'q. O'zbekistondan ikkita sportchi gilamga chiqadi. Bu Taxmina Ikromova, O'zbekiston terma jamoasining hozirgi kundagi eng yetakchi sportchilaridan biri va shuningdek Yasmina Rahimova. Ular B guruhda va 4 va 6 raqamlar ostida ular joylashgan. Ketma-ketlik bo'yicha hozir A guruhda 14 ta sportchi chiqadi, so'ngra B guruhda ham 15 sportchi chiqadi. Umuman olganda mazkur musobaqalarda 30 mamlakat vakillari ishtirok etishmoqda. Avstraliyadan tortib, bilasizmi, Yangi Zelandiyagacha, bu yoq tarafda Ozarbayjon, Bolgariya, Braziliya, Kanada, Xitoy, Kuba, Estoniya, Finlandiya, Germaniya, Italiya, Vengriya, Hindiston, Yaponiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Koreya, Latviya, Malayziya, Moldaviya, Norvegiya, Filippin, Ruminiya, Janubiy Afrika, Sloveniya, Tailand, Turkiya, AQSh va O'zbekiston terma jamoalari. Emi Pironen, Finlandiya. Finlandiya mamlakati asosan qishki sport turlari bo'yicha juda mashhur. Halqani juda yuqori amplitudaga otyapti va unga qadar 2 marta aylanib, bitta o'ziga yarasha yarim saltoni ijro etib halqani tutib oldi. Bu mashqni ham ancha dadil, ishonchli ijro etdi. Mana bu yerda halqa uning nazoratidan chiqib ketdi va hakamlar albatta bunga e'tibor berishadi. Imkoniyat bo'lsa, albatta mana shu halqani tepaga qaytganda ko'rsak bo'ladi, qanchalik balandga, qanchalik yuqori amplitudada harakat qilyapti va ungacha mana halqa kelgungacha bu safar ancha ishonchli va musiqa bilan bir vaqtni o'zida yakuniga yetkazdi finlandiyalik sportchi. Xo'p, finlandiyalik sportchidan so'ng navbat koreyalik gimnastikachiga Jin Son 2006-yilda tug'ilgan. Hakamlar hozir biz sizlar bilan yana bir marta takroran tomosha qilyapmiz finlandiyalik sportchini mahoratini. Please welcome Jin Song, South Korea. Koreyalik sportchi
demak mana raqamlar paydo bo'ldi. Margarita Kolosov 32,35 ball birinchi o'rinda va Darya Varfolomeyev 31,25 ball ikkinchi o'rinda va ikkita hindistonlik sportchini boya aytib o'tdim, bajargan mashqlarida murakkabligi ancha kam, oddiy, soddaroq bo'lgani uchun 23,8 hamda 19,95 ball va ular hozircha 3-4 o'rinni egallab turishdi, lekin oldinda 29 sportchi bor va bu o'rinlarda o'zgarishlar bo'ladi. Lekin asosiy e'tibor menimcha Kolosov hamda Varfolomeyev raqamlariga e'tibor beriladi. Ular o'ziga xos bir mayoq vazifasini bajaradi. 32,35 hamda 31,25 ball atrofida hakamlar ularni mahoratini va murakkablik koeffitsiyentini elementlarini ana shunday baholashdi. Juda ham yuqori to'pni otdi va aniq to'xtatib oldi. Unga qadar 3 ta elementni bajarishga ulgurdi. Yomon emas. Menimcha taxminan, endi men hakam emasman, lekin bir 25-28 lar atrofida bo'lsa kerak. Finlandiyalik sportchi bitta o'sha halqani to'xtata olmagani uchun unga ro'parosa 24 ball uning chiqishi baholandi va hozir ko'ramiz, koreyalik sportchi balki finlandiyalik sportchidan yuqoriroq, chunki unda xatoni ko'rganim yo'q, juziy xatoni barcha elementlarni to'p bilan o'ziga xos bajardi. Demak, Kolosov 32,100dan 35 ball va hozircha birinchi o'rinda. Hindistonlik sportchi 23,80. Xo'p, navbatdagi sportchi bu norvegiyalik Josefina Jules Müller. Please welcome Josephine Jules Müller, Norway. Norvegiya vakilasi. Endi barcha diqqat e'tibor, hozir bilasizmi, barcha diqqat e'tibor anaqaga qaratilgan. Parij Olimpiadasiga va ana shu olimpiadaga beriladigan yo'llanma uchun bahslar Jahon chempionati Ispaniyada, Osiyo chempionati Filippinda bo'ladi va ana shu Jahon chempionati va Osiyo chempionatlarida biz demak olimpiada Parijga boradigan sportchilar nomini bilib olamiz. Endi hozircha bir narsani aytishim mumkin. Endi olimpiada o'yinlarida biz 2012-yildan boshlab ishtirok etishni boshlaganmiz. Yodingizda bo'lsa, Ulyana Trofimova London olimpiadasida bitta o'zi ishtirok etgan, lekin Riodan boshlab biz nafaqat yakka tartib, balki guruhlardagi yo'llanmani ham qo'lga kiritganmiz. Rio olimpiadasida Anastasiya Serdyukova, guruhda esa Luiza G'aniyeva, Marta Rastaburova, Zarina Qurbonova, Valeriya Davidova hamda Samira Amirovalar ishtirok etishgan bo'lsa, Tokio olimpiadasida ham biz mana shunday natijani takrorladik. Unda Yekaterina Fetisova yakka tartibda, ya'ni individual chiqishda, guruhda esa Dinora Ravshanbekova, Kseniya Aleksandrova, Kamola Ernazarova, Nilufar Shomurodova hamda Sevara Safoyevalar ishtirok etishgan. Hozirda qizlarimizni mana shu mas'uliyatli musobaqalarga
Ra'no Muhamedova hamda Luiza G'aniyeva, London Olimpiadasi ishtirokchisi Luiza G'aniyeva tayyorlamoqda. Norvegiyalik sportchi. Demak, bu start varaqasidagi 7-chi sportchi edi. Koreyalik sportchining bahosini ko'ramiz. Ha, mana shu 25-28 da deb aytgandim. 27,45. Bu hozircha 4-natija. 4-natija koreyalik sportchiniki 27,45. Navbatda Yaponiya vakilasi Mirano Kita. Mirano Kita ham yosh sportchi. Yaponiyalik sportchi 2006-yilda tug'ilgan. Mirano Kita, Yaponiya. 2019-yilgi o'smirlar o'rtasidagi jahon chempionatining ishtirokchisi, lekin hali qanaqadir natijalarga sazovor bo'lmagan. Endi o'z biografiyasini boshlayapti va ko'ramiz. Demak, bizda norvegiyalik sportchini chiqishiga hakamlar 26,25 ball berishdi va hozircha bu 5-natija. Oldinda esa hamon ikkita germaniyalik sportchi Margarita Kolosov hamda Darya Varfolomeyevlar oldinda borishmoqda. 3-o'rinda Finlandiya vakilasi 29 ball bilan eng yosh ishtirokchilardan biri Emmy Piroynen 3-o'rin. Malayziya vakilasiga navbat. Malayziya 9-raqam ostida Ngo Yoyo. Malayziyadan ham 2 sportchi, Germaniyadan 2, Hindistondan 2, Malayziyadan, undan tashqari Malayziyadan yana 11-raqam ostida Wing Kun Mavia chiqadi. Ana bu xato.
ancha ishonchli kompozitsiyani yakuniga yetkazdi. Agarda ana shu musobaqani o'rtasida halqa qo'ldan chiqib ketmaganda balki qandaydir 1-1,5 ball ko'proq olishi mumkin bo'lar edi. Mayli, ko'ramiz. Hakamlar bu borada ancha mutaxassis va ular har bitta xatoga, har bitta murakkablik elementiga to'g'ri ajrim chiqarishadi. Navbatdagi sportchini aytaman. Demak, Malayziyalikdan endi filippinlik sportchiga navbat keldi. Labadan Brianna 10-sportchi bugungi musobaqa ishtirokchilari orasidagi. Demak, 4 ta predmet bugun barcha sportchilar ikki guruhga bo'lingan holda barcha sportchilar ya'ni to'p va halqalarda, so'ngra bulava va lentalarda ishtirok etishadi. Keyin guruh mashqlari bor. Guruh mashqlarini ham ko'ramiz. Bir so'z bilan aytganda 3 kun davomida biz dunyoning eng kuchli sportchilari ishtirokidagi mana shu musobaqalarni guvohi bo'lamiz. Dinamika ancha yuqori, musiqaga mos ravishda ana shu elementlarni ketma-ketligini joylashtirishni hozircha uddalayapti. Balki bo'yi biroz kichkina bo'lgani uchun ham ana shu chaqon harakat qilishlar unga qulay bo'lsa kerak. Ana shundan ham unumli ravishda foydalanyapti. Odatda badiiy gimnastikachilar sport gimnastikachilariga qaraganda biroz balandroq bo'lishadi. Yaxshi. Mana bu olqishlar endi zalga yig'ilgan uncha ko'p bo'lmasa-da, lekin aynan ana shu badiiy gimnastikani tushunadigan muxlislar kelishgan yoki o'sha badiiy gimnastika bilan shug'ullanadigan mana bu filippinlik sportchini chiqishiga o'zlarini qarsaklari bilan bir munosib baho berdilar desam mubolag'a bo'lmaydi. Yana bir malayziyalik sportchini kutamiz. Wang Kin Mavia. Xo'sh, norvegiyalik sportchi, yaponiyalik sportchiga 28.5 ball berildi. Yaponiyalik sportchi hozircha 4-o'rinda. Va menimcha hozir mana shu filippinlik sportchining ham natijasi yomon bo'lish kerak emas meni nazarimda. Chigil yozish mashqlaridan hozir chiqib kelishadi navbatdagi ishtirokchi. Bu yanglishmasam musobaqaga tashkil buyurgan murabbiylar, hakamlar, malayziyalik sportchi, yana bitta malayziyalik sportchi. Shuningdek, bu guruhda yana bilasizmi, undan keyin ikkita vengriyalik sportchi chiqadi. B guruhda esa mana ikkita o'zbekistonlik, AQShdan bitta, Qozog'istondan ikkita, ancha yuqori
tempdagi musiqa olingan, dinamika ham o'shanga xos bo'lishi kerak, bajarilayotgan mashqlar, elementlar. Ancha balandga otdi, lekin atigi ikkita element bilan chegaralandi. Vaholanki ana shu halqa uni qo'liga kelguncha yana ikkita elementni bajarsa bo'lardi. Bu albatta uni hakamlar tomonidan ballni yuqori bo'lishida muhim omil bo'lar edi. Yosh sportchi 2006-yilda tug'ilgan. Men Filippinlik sportchini hali bahosi chiqmabdi, o'shanga qiziqyapman. Juda yuqori tempda ijro etgan edi. Hozircha bizda demak mana 11 ta sportchi gilamga chiqdi va hozir 12-chi sportchi chiqadi. Bu vengriyalik Panna Hanna Visner. Bizda esa 9 ta sportchini bahosi turibdi. Biroz ushlanishlar bo'lyapti ana shu sportchilarning chiqishini baholashda. Ikkita vengriyalik sportchi ketma-ket chiqishadi. Please welcome Hanna Wisner, Hungary. Visner, Vengriya. Demak, vengriyalik sportchilar bittasi 19 yoshda, bu sportchi, undan keyin chiqadigan sportchi esa 23 yoshda. Fanna Piganiski. To'p bilan uni dugonasi ham mashqlarni to'p bilan bajaradi. Ikkinchi chiqishda esa ular halqa bilan. Shu to'p tushib ketish kerak emas edi, ilib olish kerak edi. Bu ham bitta kichkina texnik juziy xato. Ozgina kech qoldi. Ozgina o'sha musiqa bilan barobar tugatishga qisqa soniyalar. Endi har bitta xato o'sha Filippinlik sportchi 6-natijani ko'rsatdi. Men biroz yuqoriroq bo'lsa kerak deb o'ylagan edim. Hamon oldinda Margarita Kolosov, Darya Varfolomey, germaniyalik sportchilar 32,35 hamda 31,25 ball. Filippinlik sportchida esa 6-natija 26,9 ball. Hop. Endi navbat yana bir vengriyalik sportchiga, 23 yoshli, u ham to'p bilan mashqni bajaradi. Bu Fanna Piganiski. Yana bir marta mana shu yerda
kichik texnik xatoga yo'l qo'ydi, lekin mana bu juda yuqori koordinatsiya talab qiladigan elementni ancha yaxshi bajardi. Hozircha eng past ball bu hindistonlik sportchida 19,95. Adlaha eng yuqori ball esa 30,35. Bu Margarita Kolosda. Bilasizmi, agar uni 20 deb olsak, 12,5 ball farqi bilan birinchi va oxirgi o'rin orasida 12,5 ball. Bu juda katta tafovut albatta. To'g'ri, endi Hindiston hali o'zini badiiy gimnastika ishlari bilan jahon arenasiga yoki Osiyo mintaqasidagi musobaqalarda bir shohsupaga da'vogarlar sifatida qaralmayapti, lekin qachondir kimdir nimadir boshlash kerak va o'z maqsadiga qarab erishish kerak. Vengriyalik sportchi taklif etildi. Fanna Pignitskiy 23 yoshli sportchi. Mana shu musobaqa ishtirokchilari orasida eng yoshi katta sportchi aynan mana shu bo'ladi va ular bilan birga qatnashayotgan sportchilar 3tasi undan 7 yosh kichik. Hozircha ancha yaxshi xoreografiyani namoyish etyapti. Endi bilasizmi, mashqlarning murakkablik koeffitsiyentini albatta hakamlar baholashadi, lekin siz ham o'zingiz ko'ryapsiz, har bir elementlarni bajarayotganda xoreograf bilan ishlanganligi, yaxshi ish olib borilganligi ko'rinmoqda. O'sha qaysidir o'z oldiga qo'ygan maqsadga erishish uchun obrazni yaratishda va o'shani bizga ko'rsatishda endi albatta tajribali 23 yoshli sportchi. Mana bu yerda ko'zimiz tegdi. Juda yaxshi bajarib kelayotgan edi. Hozir yana takroran namoyish qilamiz. Rejissyorlik pultida Erkin Isomiddinov hamda Rustam Fayzullayevlar sizlarga hozir mana shu sportchilarni ishtirokini, e'tiborga loyiq joylarni qaytadan namoyish etishadi va birinchi A va B guruh o'rtasida qisqa tanaffus bo'ladi va ana shu tanaffus chog'ida highlightslarni kimda kim reportajimizga kechikkan bo'lsa, mana shu gilamga chiqqan har bir sportchini ishtirokini qisqa qilib berib boramiz. Demak, hozir bizda yana bitta sportchi qoldi. Bu Ester Kritsman, Estoniya va undan so'ng mana shu sportchilar shu tartibda endi kim halqada chiqqan bo'lsa to'pda chiqadi, to'pda chiqqan bo'lsa halqada chiqadi. Shundan so'ng soat 13 dan 15 minut o'tgandan boshlab B guruhi ishtirokchilari chiqishadi.
Ha, hammasi menimcha risoladagidek bo'ldi. Faqat endi xoreografiya va o'zini kriteriyalari bor. Hakamlar o'tiribdi. Har bir hakam o'zini yo'nalishi bo'yicha baho beradi. Men esa vengriyalik sportchi 27,25 ball olganini aytib o'taman. Fani Pigniski u hozircha Weissner undan oldin chiqqan 27,25 ball bilan 7-o'rinda. 7-o'rinda. Oltinchi o'ringa ko'tarildi hatto Hanna Rana Weissner. Please welcome Margarita Kolosov, Germany. Demak, Kolosov musobaqani boshlab bergan edi. Endi ikkinchi predmet bilan chiqishda ham u boshlab bermoqda. Toshkentga o'tkazilgan musobaqalarda men bundan oldingi sharhimda ham, bundan oldingi bo'lib o'tgan musobaqalarda avvallari Kolosov ishtirok etgan, bronza medaliga sazovor bo'lgan, o'zi yaxshi ko'rgan predmetda ko'ramiz. Endi mana shu hozir 30,35 ballga halqa bilan, to'p bilan bajarilgan mashqlar uchun qancha qo'shiladi. Margarita Kolosov 19 yoshda, lekin o'zi asl ota-onasi rossiyalik bo'lgani bilan Kolosov Germaniyaning Potsdam shahrida tug'ilgan, bo'yi 1 metr 70 santimetr. Endi natijalarga keladigan bo'lsak, u Kolosov 2016-yildan to shu paytgacha ishtirok etib kelmoqda. Shmidinda, xuddi Varfolomeyev kabi u ham Shmidinda, Berlinda klubda va shu kungacha demak ikkita oltin, ikkita kumush, ikkita bronzaga ega. Jahon chempionatida kumush, jahon kubogida ikkita oltin, bitta kumush, ikkita bronza medali. Mana shunday natijalari bor. Hozir endi navbat hindistonlik sportchiga. Xuddi o'sha tartibda ketadi. O'sha 14 ta sportchi yana qaytadan chiqishadi.
Salim Kokale. Yana ikkita hindistonlik sportchini ichida aynan mana shu Sanukta Kale dugonasiga qaraganda biroz yuqori ball olgan edi. Birinchi predmetlar uchun 23.80, uni jamoadoshi Elif Adlah esa 19.25. Bu hozirgi birinchi A guruhdagi eng past natija 19.95, 14-natija. Endi ko'ramiz hozir qo'shilganda necha ball bo'ladi va albatta hozircha ikkinchi o'ringa ko'tarilishi mumkin Kolosovdan keyin, chunki qolgan sportchilarda hali ikkinchi o'rinish yo'q. Hozircha ikkinchi predmetda ikkita sportchi chiqdi. Darya Varfolameyevni kutamiz. Bizda hozircha Margarita Kolosovni ham ikkinchi predmet uchun natijalari berilgan yo'q. Varfolameyev hozircha raqibasiga uncha ko'p yutqazayotgani yo'q. 1 ball atrofida. Lekin Darya Varfolameyevni qo'lga kiritgan yutuqlari, medallari Margarita Kolosovnikidan ko'proq. Vaholanki Darya Varfolameyev Margarita Kolosovdan 2 yosh 2006-yilda tug'ilgan, Margarita esa 2004-yilda. Muxlislar hattoki hali bu o'z dasturini yakuniga yetmasdan qarsaklar bilan olqishlab, uni qo'llab-quvvatlab turishdi. Juda chiroyli tabassum bilan harakat qilmoqda. Darya Varfolamey, Germaniya. Ko'ramiz hozir vaholanki har ikki sportchi birinchi urinishlarida halqada, ikkinchi urinishlarda to'pda chiqdilar. Ko'ramiz qanday hakamlar qanday baholashdi va jadvalda o'zgarish bo'ladimi yo'qmi. Hozircha 64.4 ball ikkita urinishdan so'ng. Demak 32 ballga yetkaza olmadi. Agarda Varfolamey hozir 32 balldan yuqori olsa, lekin 32,5 dan ham yuqori olish kerak. Ikkinchi o'rindan birinchi o'ringa ko'tarilish uchun. Bu hozircha turnir jadvalida eng oxirgi o'rinda borayotgan hindistonlik Adlaha.
murakkab bo'lmagan kompozitsiya, xoreografiya ustida ham hali ancha ishlash kerak. Albatta buning uchun kuchli mutaxassislar, kuchli murabbiylar va mana shunday nufuzli musobaqalarda ko'proq ishtirok etish va ana shu musobaqalarda ishtirok etish ko'nikmasini hosil qilish kerak, qandaydir natijalarga erishish uchun albatta. Va agarda o'z oldiga mana shunday maqsadni qo'ygan bo'lsa, bemalol yuqori natijalarni qo'lga kiritish mumkin. Faqat uning uchun tinimsiz ishlash kerak va kundan kun mukammallashib rivojlanib borayotgan, murakkablik koeffitsiyentlar ortib borayotgan sport turidan ortda qolish kerak emas. Qadamma-qadam hamnafas bo'lish kerak. Finlandiyalik sportchiga navbat keldi. Emmi Piroinen. birinchi bilasizmi, 4-o'rinda boryapti. Birinchi predmetdan so'ng, ikkinchi predmetdan so'ng ko'ramiz. Hozircha hindistonlik sportchi 3-o'rinda. Lekin birinchi va ikkinchi o'rinda 14 ball farq. Chunki hali Varfolomeyev baholangan yo'q. Baholansa ikkinchi o'ringa ko'tariladi, balki birinchi o'ringa ko'tariladi, lekin uning uchun qariyb 33 ball olish kerak. 64,5 ball Margarita Kolosovda. Endi reportajimizga kech qolgan muxlislar uchun aytib o'taman. Ikkita o'zbekistonlik ishtirokchi Taxmina Ikromova hamda Yasmina Rahimovalar ikkinchi guruhda, B guruhda. Musobaqalar 13:15 da boshlanadi va 14:51 da tugaydi. Bu hozircha individual chiqishlar. Bizni dasturimiz haqida gapiradigan bo'lsak, shuningdek bugun 16:06 da demak guruh mashqlari bo'lib o'tadi. Top va halqalar bilan, so'ngra halqalarni o'zi bilan 5 talik 6 dan 18:00 dan 18:45 gacha va musobaqalarning tantanali ochilish marosimi 19:00 da. Va shanba kuni ham bahslar 11:30 da boshlanadi. Unda bulava va lentalar bilan xo'sh, finlandiyalik sportchidan so'ng koreyalik gimnastikachiga navbat berildi. Jonson
ana shu oxirida halqani ushlab qolish kerak edi oyog'ini uchida, lekin chiqib ketdi. Bu albatta xato. Xo'sh, endi Josefina Jölmüller norvegiyalik sportchiga navbat. Germaniyalik, qarang qancha past ball berilibdi Darya Varfolomeyga. Hozir u 59 ball va bu qariyb 5 ball orqada qolib ketdi Kolosovdan. To'p bilan 59.1 ball, 64.5 ball Kolosovda. Men nazarimda ana shu ikkinchi predmetda Darya Varfolomey yomon harakat qilmagan edi, lekin hakamlar baribir bizga qaraganda ko'proq nyuanslarga ko'ra bilishadi, e'tibor berishadi. Josefina Jölmüller. Ikki marta xato qildi. Ana shu bitta oyoqda turganda statik holatni ko'rsatish kerak edi. Birinchi holatda qalqib ketdi, ikkinchi holatda esa yarim qadam qo'shimcha qo'yib yubordi. Balki xoreografiyani hisobiga ozgina bo'lsa-da ball qo'shib olar. O'ziga xos sharqona musiqaga mos bo'lgan raqs elementlarini namoyish etishga harakat qildi. Qanchalik hakamlarni bu ishontira oldi, ko'ramiz. Birpas turib uni ham bahosi chiqadi. Demak, navbat yaponiyalik sportchiga Mirano Kita hozir chiqadi. Ungacha mana Mirano Kita. Mirano Kita birinchi predmetda to'p edi, hozir halqalar bilan harakat qiladi. Please welcome Mirano Kita, Japan. Gilamni ikki tarafida demak bitta to'p va bitta halqa turibdi. Vaholanki nima uchun? Mabodo o'sha siz ishtirok etayotgan predmet qo'lingizdan chiqib ketsa, gilamdan tashqariga chiqib ketsa, vaqtni ketkazmaslik uchun ana shu zaxirada turgan, chiziqning ortida turgan yo to'p yoki halqani olib mashqlaringizni davom ettirishingiz mumkin. Ennio Morricone mashhur musiqasi.
tovoni bilan ilib tepaga otib qayta ushlab olish kerak edi, lekin bir oz kech qolgani uchun halqa tovonini yonidan o'tib ketib qoldi. 13 o'rinda edi birinchi predmetdan so'ng. Endi bilmadim, bu xatolardan so'ng ikkinchi predmetni ballarini qo'shganda qanchalik ko'tarilishi mumkin. Norvegiyalik sportchini balini berishsa kerak. Hozir uni ism sharifi katta tabloda ko'rinmoqda. Xo'sh, norvegiyalik sportchi hali baholangani yo'q. Shuning uchun koreyalik sportchi 4-o'rinda, hindistonlik sportchi 5-6 o'rinlarda. Malayziyalik sportchi, Malayziyadan ham ikkita sportchi, o'rtada filippinlik sportchi labadan chiqadi. So'ngra yana bir malayziyalik Wang Kun Mava, hozir esa Eng Joe Yoyo. Malayziya 2005-yilda tug'ilgan. Bu gal to'p bilan birinchi mashqi halqa bilan edi. Qadrli muxlislar, hozirgina teletomoshabinlar biz bu malayziyalik sportchi to'plar bilan mashqini ijrosini tomosha qildik. Har qalay ancha yuqori tempda. Men halqalar bilan bajargan mashqida ham aytgandim, uncha bo'yi baland bo'lmagani uchun o'sha dinamikani oxirigacha ushlay olishi, ya'ni yuqori tempda ko'plab elementlarni bajarishga ulgurishi sabablarini aytib o'tgandim. Hozir ham yomon ijro etgani yo'q. Albatta, endi Malayziya ham Hindiston kabi hali unaqacha badiiy gimnastika mamlakatlariga aylanmagan. O'sha Rossiya, Ukraina, Belorussiya, Ispaniya mamlakatlari. Filippin. Demak, filippinlik sportchilar, Filippindan bitta sportchi A guruhda, u Brian Labadan, ikkinchi B guruhda yo'q. To'p bilan bajargan. Mashqdan so'ng hozir ikkinchi halqa bilan
Brianna Labadan filippinlik sportchi 2006-yilda tug'ilgan, o'z chiqishini yakuniga yetkazdi. Biz esa hamon Kolosov oldinda 64.5 ball bilan, undan 6 ball ortda borayotgan Darya Varfolomey ikkinchi o'rinda. Uchinchi o'rinda Amy Pironen 58.85, 55.85, 59.1 Varfolomeyda 64.05 Margarita Kolosda. Germaniyalik sportchilar hozircha birinchi, ikkinchi o'rinni egallab turishdi, lekin mazkur musobaqalarda g'oliblikka da'vogar qiladigan o'zbekistonlik sportchilar ham yo'q emas. O'zbekistonlik sportchilar orasida bu bizni asosiy sportchilarimizdan, yetakchi sportchilarimizdan Taxmina Ikromova, Osiyo chempioni, Islom birdamlik o'yinlari sovrindori, shuningdek Jahon Kubogi musobaqalarida g'alaba qozongan Taxmina Ikromova bor, u ikkinchi B guruhda chiqadi. Musobaqalar 13-15 da boshlanadi. Qo'lidan chiqib ketdi to'p. Juda jiddiy xato. Biroz vaqt o'tkazdi va aslida gilamning o'rtasida yakunlash kerak edi. O'zini mantiqiy yakuni aynan mana shu joyda bo'lish kerak edi. Hakamlar buni ham albatta inobatga olishadi. Demak, turnir jadvaliga bir qarab qo'yaylik. Malayziyalik Anjijoyoyo Norvegiyalik Jozefina 6-o'rinda, yaponiyalik sportchi 5-o'rinda. Endi ikkita vengriyalik va bitta estoniyalik sportchi qoldi. Ikkita vengriyalik sportchi ketma-ket chiqadi. Avval 19 yoshlik Pan Weisner, undan so'nggisi 23 yoshli Fanny Pijiniski. Ikkita vengriyalik sportchi orasida hozircha aynan Weisner oldinda bormoqda dugonasiga qaraganda jadvalda.
Demak, yana bitta vengriyalik hamda estoniyalik sportchi chiqishidan so'ng A guruhdagi musobaqalar yakuniga yetadi. The first judging team, please attention. The next gymnast will also do the exercise with a hoop. Endi agarda B guruhida chiqadigan sportchilar haqida gapiradigan bo'lsak, u yerda ikkita o'zbekistonlik sportchi chiqishini aytib o'tdim, Taxmina Ikromova hamda Yasmina Rahimovalarni. Bu guruhda hozirgi kunda mana shu jahon kubogi bosqichlarida yetakchilik qilayotgan italiyalik sportchini aytib o'tishim kerak. Italiyalik sportchi aynan mana shu musobaqalarga kelgan. Bu mana hozir aytaman, italiyalik sportchi Sofia Raffaelli, Margarita Kolosov, Darya Varfolomey, Yekaterina Vedineyeva sloveniyalik sportchi, u ham endi asli tegi rossiyalik. U ham g'oliblikka asosiy da'vogarlardan biri. Mart oyining oxirlarida Sofiya ikkinchi bosqich, Jahon kubogining ikkinchi bosqich musobaqalarida ishtirok etdi va lenta bilan mashqlarda oltin va ikkita kumush medalni ko'p kurashda hamda to'p bilan bajarilgan mashqlarda qo'lga kiritdi. Ya'ni mana shu sportchilar orasida Jahon kubogi bosqichlarida ancha sovrindor bo'lgan sportchilardan biri hisoblanadi. Biz esa yana ikkita sportchini kutyapmiz. Shundan so'ng A guruhida ishtirok etayotgan sportchilar chiqishi yakuniga yetadi va biz B guruhini 13:15 dan boshlab to'g'ridan-to'g'ri efirda sizlarga sharhlashni davom ettiramiz va ana shu B guruhda o'zbekistonlik Taxmina Ikromova hamda Yasmina Rahimovalar gilamga chiqishadi. Albatta sabrsizlik bilan kutamiz va ularga albatta muxlislik qilamiz va ana shu muvaffaqiyatli odimlarni davom ettirishlarini tarafdori bo'lib qolamiz. Odatda bizga mana tablitsa jadvalni ko'rsatishmoqda. Please welcome Fanny Pivnitsky, Hungary. My, now my, then, now my, we, now my, and maybe, now, maybe, we'll see, maybe we'll see. Albatta Fanny Hannaga qaraganda ancha tajribaliroq va uning to'p bilan bajargan mashqlardagi xoreografiyasini alohida men ta'kidlab o'tgan edim. Halqalar bilan bajarilayotgan elementlarda ham xoreografiya ancha ustuvor ekanligini biz guvohi bo'ldik. Ko'ramiz hakamlar qanday baholashadi. Biz esa hozir sizlar bilan yana bir marta takroran vengriyalik sportchini chiqishini tomosha qilamiz. Va eslatib o'taman, qisqa tanaffus bo'ladi va 13:15 da biz B guruhdagi sportchilarning chiqishini individual, ular ham aynan mana shu to'p va halqalarda chiqishadi.
sizlar bilan tomosha qilishda davom etamiz va bu yerda ancha kuchli sportchilar, o'sha boya aytib o'tgandek Sofia Rafaelli, endi qanchalik kuchli bo'lmasin bu guruhdagi sportchilar biz uchun hamyurtlarimiz chiqishi muhim. Bu taxminiy ekranlar hamda Yasmina Rahimovalar, bu yerda kuchli bolgariyalik Magdalena Menevska hamda Tatyana Valajaninalar bor. Endi Bolgariya o'zi tegida juda kuchli hisoblangan. O'sha men yoshligimdan bilaman, Mariya Gigova bo'lgan jahon chempioni badiiy gimnastika bo'yicha, endi shu sobiq ittifoq gimnastikachilar bilan raqobatlasha oladigan va o'sha Bolgariya badiiy gimnastika maktabi har doim sobiq ittifoq terma jamoasining asosiy raqiblaridan biri bo'lgan, xuddi o'sha paytni og'ir atletikasi bo'yicha. Lekin sportchilarning orasida men yagona bitta shu Mariya Gigovani bilaman. O'sha paytda sotsialistik mehnat qahramoni unvoni berilgan. Bunday unvonga sazovor bo'lgan boshqa sportchilarni bilmayman. Bolgariyada shunday e'tirof etishgan. Estoniyalik sportchi Ester Kreutzmann halqalar bilan bajargan edi. Birinchi chiqishda to'plar bilan va nihoyat estoniyalik sportchi bu guruhdagi guruhdagi eng oxirgi ishtirokchi edi va u o'zini ishtirokini yakuniga yetkazdi va uni ham baholashadi. So'ngra mana shu hozir qisqa tanaffus bo'ladi va ana shu qisqa tanaffusdan so'ng 13:15 dan boshlab biz B guruhidagi musobaqa ishtirokchilarining chiqishini tomosha qilamiz. Undan tashqari yana yakka tartibda B guruhidan tashqari S guruhi ham bor va yo'q, ikkita keyingi S guruh bu yerda S guruh da yana 15 ta ishtirokchi bor. 15 ta 30 ta, demak 44 ta ishtirokchi yakka tartibdagi musobaqalarda ishtirok etishmoqda. Biz esa mana shu daqiqalarda hozir reportajimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan sharhlovchi Rasulullo Umarov bo'ldi. Rejissyorlik pultida Erkin Isomiddinov hamda Rustam Fayzullayevlar. Birinchi daqiqalardan so'ng biz sizlar bilan yana ko'rishamiz degan niyatdaman.